shunda nonushtaga tuxum ham qovurib berishar ekanmi? Kashi ham bor ekan, tuxum nima bo'pti? Hurmatli chustliklar va shahrimiz mehmonlari, bugun sizga Shohona Koshona restoranini tanishtirib chiqamiz. Qani ketdik. Bu yerda sizni shinam va zamonaviy interyer, yuqori darajadagi xizmat va betakror taomlar kutmoqda. Bizning menyuda nonushta hamda biznes lanchlar, birinchi va ikkinchi milliy taomlar, Yevropa taomlari, har xil kaboblar va assorti setlar va albatta har bir did uchun salatlar ham mavjud ekan. Bunisi esa meni ta'bimga mos ekan. Chiroyli-a? Bayramlar uchun ajoyib imkoniyat. Tug'ilgan kun, yubiley yoki boshqa tadbirlarni o'tkazish uchun bizda keng va qulay banket zali mavjud. Xohlasangiz, siz uchun tezkor yetkazib berish xizmati ham mavjud. Ish vaqtimiz har kuni soat 7:00 dan 23:00 ga qadar davom etadi. Shohona Koshona. Taomdan zavqlaning, xizmatdan rohatlaning.